Nima uchun Praktostop ko'pchilikda yaxshi ishlaydi? Bunga 3 ta sabab. Birinchi sabab, gemoroyni ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Bu faqat og'riq emas, ichkarida davom etayotgan yallig'lanish jarayoni. Ko'p vositalar faqat alomatni vaqtincha bosadi. Muammo esa asl holicha qolaveradi. Ikkinchi sabab, tezlik. Gemoroy kuchaygan paytda odam uzoq kuta olmaydi. Ko'pchilik kimyoviy og'riq qoldiruvchi dorilar yoki sifatsiz sevichalardan foydalanadi. Ular sekin ta'sir qiladi, natija kechikadi va odam tushkunlikka tushib, umuman vositalarga ishonmay qo'yadi. Uchinchi sabab, noto'g'ri tanlov. Muammoni cho'zadi. Shu bois kasallik og'irlashib, odam menga hech qanday sevicha yordam bermaydi, faqat operatsiya kerak degan xulosaga keladi. Bu tabiiy hol. Aslida esa muammo sevichada bo'ladi. Praktostopning farqi shundaki, u nafaqat tez ta'sir qilishga, achishish va bezovtalikni kamaytirishga yo'naltirilgan, balki to'g'ri va to'liq muolaja qilinganda muammoni ildizi bilan yo'q qilib, qayta takrorlanmasligini ham ta'minlaydi. Shu sababli Praktostop natija beradi. Agar sizda ham gemoroy alomatlari bo'lsa, vaqtni cho'zmang. Praktostopni shunchaki uyingizga yaqin dorixonalardan so'rang.